Assalomu alaykum obunachilar. Xomaziy ixtirochilar yana bir yangi ixtiro. Bu ixtiro blogerlarga kerak bo'ladigan, ya'ni Ring Light qurilmasi bo'ladi. Mening kameram ham o'sha qurilmada turibdi. Men uy sharoitida o'sha qurilmani yasadim. Bu yasash jarayoni oson bo'ldi. Siz ham uy sharoitida yasasangiz bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hozir shuni ishlatib ko'rsatamiz. Go! Mana o'sha ring light. Bunga kerak bo'ladigan narsalar uy sharoitida topsangiz bo'ladi. Mana bu tok orqali ishlaydi va mana bu yerda telefon turadi va buni orqali siz video olmoqchi bo'lsangiz bunga bosib videoni boshlashingiz mumkin va bu yeridan esa chirog'ini light'ini yoqsa bo'ladi. LED chirog'ini yoqsa bo'ladi. Mana hozir ko'rsatamiz. Ko'rinishlarini ko'ring. Kuzatib boring. Davomi yanada qiziq bo'ladi.